Xayrli kech barchaga, hurmatli I Love Shopping kuzatuvchilari. Mana bugun ikkita korobkada Amerika vitaminlari yetib kelgan. Hozir bir boshdan obzor qilib beraman, qizlar. Multivitamin so'raganlar ko'p edi. Bu aynan chaynaladigan turidan, ya'ni tabletkaligidan. Bu 1 yoshdan boshlab bersa bo'laveradigan. Qizlar 1 yoshdan boshlab bittadan, 4 yoshdan kattalarga esa ikkitadan ichilishga ruxsat berilgan. Bu mevali, bolalar отказ qilmay yeydiganidan. Magnit sitrat kelgan. Magnit sitrat rosa ko'pchilik asabga, tinchlanishga ichadi, qabziyatga ichadi. Buni rosa ham o'zini vazifalari, funksiyalari ko'p. Bu yerda esa suyak salomatligi hamda muskullarni qo'llab-quvvatlaydi deb yozilgan. Doktor shifokorning tavsiyasi bilan bemalol ichsangiz bo'laveradi. Amiga kelgan qizlar rosa ko'pchilik so'raydi. Mana shu Amigani aynan Now firmasinikini juda ko'p so'rashadi, chunki kamida 2 yoki 3 baliqdan tayyorlangan bo'ladi. Odatda bularda Amigasi shuning uchun kuchli bo'ladi. Undan keyingisi mana C kompleks zakaz qilingan qizlar, juda ham minglik dozada, dozasi katta. Mana ko'pchilik Amigani vitamin C bilan ichishadi, sababi tezroq organizmga so'rilishi uchun. Vitamin C ni o'zini ichsangiz ham bo'ladi, teringiz chiroyli bo'lishiga, organizmda immunitetlar bilan kurashishga, immunitetni ko'tarib berishga xizmat qiladi, chunki vitamin C ni antioksidant xususiyati bor qizlar. Mana bu yerda vitamin C plus D3 plus sink bor. Bu uchtasi birda degani bu yana ham immunitetingizni ko'tarishga yordam beradi. Bitta flakon ichib olsangiz, menimcha qish juda ham yaxshi chiqasiz, har xil gripplardan uzoq bo'lib. Antibiotik ichgandan ko'ra dabavkalar ichib, o'zingizni immunitetingizni ko'tarib olganingiz yaxshi. Bundan yana bir pachka vitamin C ni o'zi, bu ham minglik dozada kapsulaligidan rosa ham zo'r brendniki, nutribiotikniki, juda ko'p narsalarni sotib olaman har safar. Yana kelgan mana baliq yog'i minglik dozada, bu 60 taligi. Kuniga 2 mahal ichganda 1 oylik kurs bo'ladi. Yana bitta bir pachka Omega, bular hammasi nalichi sotiladi qizlar. Keyin immun booster zakaz qilingan. Bu yosh bolalar uchun mana bu yerda yosh ko'rsatilgan. 1 yoshdan boshlab bolalarga bersa bo'ladi, ya'ni immunitetni ko'tarib beradi. Antioksidant xususiyati bor, viruslar bilan kurashadi, chaynaladi. Bu tabletka. Ta'mi tropical berrylardan tayyorlangan. Bolalar bajonidil chaynab yeya oladigan turidan. Bundan bitta keldi xolos. Yana vitamin C 500 likda. Undan keyingisi yana multivitamin gammili so'raganlar. Lekin bu 4 yoshdan kattalarga mo'ljallangan. 1 yoshligini ham so'rashgan, lekin u gammi saytda qolmabdi. Yana zakaz qilib beraman. Ashwagandha qizlar, ashwagandha vitamin B6 ga o'xshagan, rosa ham asablar tinchlantiradigan, stressdan chiqaradigan, kayfiyatingizni ko'taradigan, diqqatingizni bir yerga jamlaydigan o'simlikdan tayyorlangan qizlar. Rosa ham zo'r narsa bu. Bir donagina flakon zakaz qilingan. Buni to'liq opisaniyasi bilan kanalga tashlab qo'yaman, tanishib olishingiz mumkin. Keyin Power Teen Nature's Plus'dan rosa ham zo'r gammi qizlar. Bundan o'g'illarimga ham ichkizganman. Aynan kursda qatnaydigan, kursda yuradigan bolalaring uchun rosa zo'r narsa, chunki rosa dozasi baland. Mana bu yerdagi vitaminlarni dozasini ko'rsangiz, aynan immunitetni ko'tarib beradigan dozalarni mana bu yerda rosa kuchli ko'rsatgan. Ayniqsa mana biotin, vitamin B12larni ko'ring-da, 200 dan 400 dan oshiq dozalarda berilgan. Aynan mana shular organizmda immunitetni ko'tarib berishga xizmat qiladi. Bilasizlar, ko'p o'qiydigan, kursga boradigan bolalar vaqtida ovqatlanishmaydi. Ashuna hisobiga immunitetlari tushib ketadi. Soch oqarish yuzaga keladi, tishlar to'kilishi yuzaga keladi, tirnoqlar sinishi yuzaga keladi. Vaqtida shunaqa добавление berib turmasangiz, bu tuzukroq kasallikka olib kelishi mumkin. Temir kelgan. Mana temirni bilasizlar, organizmda gemoglobinni ko'tarib berishga xizmat qiladi. Qon miqdorini ko'taradi. Temir bu og'ir modda, shuning uchun kuniga 1 mahal ichiladi. Aynan to'q qoringa. Buni faqat adultlarga mumkin, kattalarga mumkin, chunki dozasi katta buni. Keyin mana kollagen so'raganlar qizlar. Mana shu kollagenni juda ham ko'p sotaman, juda ko'p. Hozir ham aytganlar rosa ko'p. Buni kanalga qo'yaman. Qizlar nalichi bu sotiladigan 120 ta kapsuladan iborat. Juda ham arzon tushgan narxi. 4 ta hayvondan olingan kollagen qizlar. Odatda bittadan hayvondan yoki baliqdan olingan kollagenlar bo'ladi. Bunda peptidlar soni 6 ta.
keyin har bittasi alohida o'zini funksiyasi bor. O'sha juda ham dozasi kuchli bo'lganligi uchun doim klientkalarimga aytaman, iltimos haftada birinchi haftasida 2 tadan ichib organizmingizni o'rgating, undan keyin keyingi haftaga o'tib 3 tadan ichsangiz bo'ladi. Chunki birdaniga 3 tadan ichsangiz bu organizm ko'tara olmasligi mumkin, sizni lohas qilishi mumkin. Chunki rosa dozasi kuchli buni. Aynan yosharishga, bo'g'imlarga, terining elastikligiga ichmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilaman. Olib ichib ko'ringlar, kapsulali. Oxirgi vitamin bu korobkadagi D3 plus K2. Rosa ko'pchilik so'raydi shuni. D3 ni o'zini emas, shunaqa K2 qo'shilgandan ham zakaz qilib bering deb. Aynan immunitetga hamda suyaklarga javob beradi bu. Bundan bitta flakon kelgan bunda. Xo'p, ikkinchi korobkamizga o'tamiz. Qani nimalar bor?